topshirgani ketyapti. Lekin hali o'zi bilmaydi. Xudoga demaysan. Poliklinikani ko'rgandan, eshigini ko'rgandan yig'la boshladi, sezib. Biz hozir analizlarni topshirib keldik. Yana endi завтрак plus obed qilamiz. Soat 11 bo'lib qoldi chunki. Ну-ка, апельсин покажи. Апельсин. Obed qilib bo'lib, ana endi meva yeymiz. Oldin ko'pincha mevani kechqurun yerdik. Lekin yaqinda bitta ma'lumot eshitdim, что kechqurun uxlashdan oldin meva yeyish mumkin emas ekan. Hazm bo'lish jarayoni qiyinroq kechar ekan. O'sha uchun endi mevani kun davomida yeyishga harakat qilyapmiz. Kechqurun shahar yana ham chiroyli ko'rinadi tepadan. Agar esimdan chiqib ketmasa, kechqurun yana sizlarga ko'rsataman. Shu desanglar, obedda bolachalarni obed qilib bo'lib uxlatib, o'zim ham qo'shilib uxlab qolibman. Ana endi hozir kechga turdik. Kechga sho'rvacha tashab qo'yaman. Kechki ovqatga shuni hozir harakat etaman. Yusuf esa menga yordam qiladi. Yaxshi ko'radigan retseptor narsalarim, yaxshi ko'rib yeydigan narsalarim o'zgarib ketgan. Oldin sabzi yaxshi ko'rmasdim, sabzi yemasdim, masalan, sholg'om yemasdim. Da, morkovka. Hozir esa sabzisiz umuman ovqatni tasavvur qila olmayman. Indamasa, даже jarkoyga ham sabzi qo'shib solaman. Bilmadim nimaga. Juda ham yaxshi ko'radigan bo'lganman oxirgi paytlar. Sabzi juda ham yoqadi. Sabzi juda ham foydali. Papa? Да, колобок. Скажи подписчикам привет. Привет. Скажи привет. Sizlarda ham shunaqa o'zgarishlar bo'lganmi yoki yo'q? Kommentariyada yozib ketinglar. Kommentariyada aktiv bo'linglar. Agar mana shu videoyim, bu meni probniy videoyim. Birinchi marta qilyapman bunaqa katta video vlog formatda. O'sha uchun agar sizlarga yoqsa, kommentlar yozib, layklar bosib, поддержать qilinglar videoni. Agar ko'p prosmotr olsa, ko'p layk olsa, men yana shu yo'nalishda har xil videolar olishni boshlayman. Katta format, katta video. То есть agar unaqa ko'p prosmotr olmasa, menimcha buni o'chirib tashlayman-da, keyin qaytib unaqa video olmayman. Shuning uchun qo'llab-quvvatlanglar. Agar sizlarga yoqsa, men bundan ham ko'p shunaqa videolar olishga harakat qilaman. Men sizlar bilan tanishishga, yana ham yaqinroq bo'lishga harakat qilaman. O'g'lim ikkalamiz ozgina shamollaganimiz uchun Xazarsimon tutatyapman. Internetda ko'rgandim kecha. Bu уже ikkinchi marta tutatishim. Kecha bittada yordam qilib burun oqishidan real yordam berar ekan. O'sha uchun sizlarga ham aytaman. Shortda ham qoldirdim retseptini. Если что, ozgina Xazarsimonga, ozgina piyoz po'stlog'i va chesnok po'stlog'ini solib tutatar ekansizda, og'zingizdan nafas olib burundan chiqarasiz. Hech qanaqa bez antibiotiksiz. Bittada burun oqishi shunga o'xshash simptomlarni to'xtatadi. Videoning oxirida va'da qilganimday kechki manzara.